Disk reji o'ta katta bo'lib ketsa, baribir massajda ham, qo'lda ham foydasi yo'q ekan. Kechasi ham, kunduzi ham hech ham uyqu bo'lmagan. Yig'lab chiqardi. Umuman bir oyog'im yurmay qoldi. Umuman kechasi men yo'lab chiqdim-da. Hatto balkonimga ham chiqa olmay qoldim. Og'riqning foydasini bilmayapman. Massajlar umuman foyda qilmayapti bu safar. Engishib qolgan holda bordim-da, zo'rg'a o'g'lim qo'ltiqlab olib kirdi. Keldim, uyga kelgandan keyin battar bo'lib qoldi. Assalomu alaykum. Biz uchun aziz bo'lgan hurmatli yurtdoshlar, bizda navbatdagi bemorimiz Munojot xola bizni shifoxonamizga L4L5 disk churasi bilan tashrif buyurgan. Hozir ona qalaysiz? Ahvolingiz qalay? Yaxshi. Holatingiz Allohga yaxshimi? shukr, holatlarim yaxshi. Sizlarga kelib mana shu yerdan ish qilib mana operatsiya bo'lib, og'riqlarim qoldi. Disk rejalardan qutuldim. Rahmat sizlarga. Oldin ko'p joylarga borib davolandim. Massaj bilan davolanibman-da. Bu disk rejani massaj qildirib bo'lmaydi ekan. Hurmatli yurtdoshlar, iloji bo'lsa disk rejani massaj qildirmanglar. Men massaj qildirib qo'yib, massajda keyin holatim juda ham og'irlashib ketdi. Oxiri operatsiya qildirishga majbur bo'lib qoldim. Hozir holatim yaxshi, operatsiyadan yaxshi chiqdim. Doktorlarimizni qo'llari dard ko'rmasin, rahmat. Shu ko'proq massaj qildirib qo'yganim uchun juda og'irroq chiqdim, lekin bular chiroyli qilib operatsiyalarni joyida mana hozir yaxshi bo'lib qoldim. Bellarimni tutyapman. Umuman bir oyog'im yurmay qoldi. Operatsiyadan oldin juda og'ir holatda keluvdingiz. Operatsiyadan oldin shu bitta doktorga 2 marta 10 kundan borib massaj qildirib qo'yibman. U grija katta bo'lib ketgan ekan, massaj qildirib bo'lmaydi ekan. Bu katta bo'lib ketgan grijani massaj qilaverib titib yuborishibdi. Shu bir shapaloqchaga o'xshagan shuni titilgan holatda olib ko'rsatishdi. Nerv ham qisilib qolgan ekan. Massajda nerv uzilib ketishi ham mumkin ekan. Massaj qildirmanglar, ayniqsa yoshi katta ayollar, sizlardan iltimos. Massaj qildirmanglar. Hozir operatsiyadan oldin yura olmay qoluvdingiz. Juda og'ir holatda. Operatsiyadan keyin o'zgarish qanaqa bo'ldi? Mana operatsiyani ertasi kuni yurishni boshladingiz. Operatsiya vaqtida qanaqadir og'riq sezdingizmi? Yo'q. Bir uxladingiz, bir turdingiz, operatsiya tugagan. Operatsiya bo'lganimni ama bilmadim. Shu doktor bolalarimiz shunaqa qo'li yengil ekan. Shunday reanimatsiyaga chiqqanimni bildim xolos. Uni ham 2 soatdan keyin bildim. O'zingizga kelganingizda grija yo'q, og'riqlar yo'q. O'zimga. Lekin 80% oyog'im yaxshi. Endi 20% sekin-sekin tuzaladi. Unaqa qattiq emas. Oldin uyda har kuni skori chaqirib, ukol qildirib, ashimdan tong attirib. Kechasi ham, kunduzi ham hech ham uyqu bo'lmagan. Yig'lab chiqardim. Oxiri bolalarim o'g'lim mana shu yerdan Xolis klinikasidan neyroxirurgiya bor ekan, shu yerga olib borib ko'raman deb olib keluvdi. Bular ko'rishib 3 kun davolashib, keyin operatsiya qilishdi. Rahmat. Massajdan tashqari yana qayerlardadir davolandingizmi? Yo'q, men yaxshi bitta massajga bordim. Chunki boshqa doktorlar tavsiya qilmadi-da. Dori-darmonlar ham foyda bermadi. Yo'q, olingan. Massaj ham qilishardi, dori-darmon ham berishdi. Shu bir yotishimga 10 kunga 3 million 4 million ketaverdi. 3 million 4 milliondan pul ketaverdi. Ana shu bir 7-8 millionga ilk marta 10 kundan yotdim-u, battar bo'ldim. Keyin u egilib engishib qolgan holda bordim-da, zo'rg'a o'g'lim qo'ltiqlab olib kirdi. Tomografiya qilishdi. Tomografiyani olib chiqdim. Keyin doktor bola holatimni ko'rdi. Disk rejasi dedi. Mana tomografiyani ko'ring-chi, necha ekan desam, ha, yaxshi bo'lib ketasiz. Tomografiyalarni ko'p ko'rganman. Siz dedi, o'tib boshqa больницasi ekanda, o'sha yerga borib davolanavering. Men doktorga aytib qo'yaman, joy tayyorlab qo'ygan dedi. Bordim. Lekin o'sha yerdagi doktor yoshi katta odam ekan. U odam kelib ko'rdi, ko'rib tomografiyalarni shu odam ko'rdi. U doktor bola ko'rmadi. Ochib ko'rib, oho, judaylar baqib yoribsiz-u, katta etirib yoribsiz disk rejani. Singlim dedi.
Dedi, "Shunaqa yurolmay holatda keldim" dedim. Desam, nimasini o'qidi? Xulosasini. Ha, xulosada ancha katta. Mayli. Endi doktorimiz yoting degan bo'lsa, yotib ko'ravering-chi. Ajoyib emas, Alloh shifo bersin dedi u odam. Juda yaxshi odam u odam. Avval ham yotganman-da. Ash katta kishi shuna dedi. Keyin ash kishi ukol dori yozib berdi. Kechqurun umuman yurib chiqyapman, og'riyapman dedim. Ashim bilan 10 kunda o'tkazdim-u, ash holatda qaytib keldim. 10 kunda. Qanday borgan bo'lsa, shunday holatda больницаdan chiqdingiz. Foyda bo'ldi. 20% foydasi bo'ldi. 20%. Har holda sal. Uyga keldim, uyga kelgandan keyin battar bo'lib qoldi. Men doktorga uchradim, shu kelyapti. Yana dedi, sizda dedi og'riq kuchli, 20 kunda keling dedi. Men dedi, yana sizga ukol dorilar yozib beraman, uyda olasiz dedi. Ha, bo'pti, ukol dorilarni yozib berdi. Uyda oldim ham, ukol dorining ham foydasi bo'lmadi. Haligini 5 kunga yozib berdi, olaveraman. Yana kechasi skoriy chaqirsak 2 soatga yetadi. Ukol. Unga ukol ham ta'sir qilmay qolar ekan. 20 kundan keyin yana bordim. Yana borib, u bolaga aytdim, endi buni tomografiyani ko'ring-chi, 10 kun davolandim dedim. Bu nimaga og'rig'i qolmayapti ekan desam, "Xolajon, bularni ko'raverib bizni ko'zimiz pishib ketgan. Yana bir 10 kun yotavering, yaxshi bo'lib qolasiz" deb yana jo'natib yubordi. Meni yana yaxshi katta kishida yotdik-da har safar. Shu odam ko'rib, ha, sinim yana keldingizmi? Doktor nima dedi? "Voy, yana yoting deyapti, og'rig'i qolmayapti" desam, "Ha, bo'pti, yotib ko'ravering-chi, Alloh shifo berar" deb ashuna dedi. Keyin 5 kun yotganimda ketaman. Men bitta ham og'riqni foydasini bilmayapman. Massajlar umuman foyda qilmayapti bu safar dedim. Doktor bolaga telefon qildi, "Yo'q, 5 kun yotib tursa yana ukol dorilarni beramiz" dedi. Shu yerda yana qizlar kunda bir mahal 3 kun ukol qilishdi. Yana 5 kunda yotib, bir balo qilib yotib chiqib oldim-da. Shu uyga ketdim. U bolaga xafa bo'lmasin. Endi baribir shular ham davola deb, "Ama 50 ga 50 tuzaldim" dedim. Teng bo'ldi dedim. Chunki engishi bor, har holda bunday bosib qoldim-da. Uyga borgandan keyin 5 kun ukol yozib berdi. 5 kun ukolni oldim. Undan keyin vobshe oyog'im bosimay qo'ydi. Hatto balkonimga ham chiqa olmay qoldim. Keyin oxiri telefon qildim ularga. Joy bo'lsa ertaroq 3-siga borishim kerak-ku. Desam, hozir joy yo'q dedi. U ashi boshliq bola, doktor bola bitta bolani nomerini berdi doktorda o'zida. Mana shu palatalarda tekshirar ekansizlarda. Ashi bolaga telefon qilsangiz dedi, sizga joy tayyorlaydi dedi. U bolaga aytsam, 10 kun, 12 kun ichida bu joy bo'ladi dedi. Dedi, "Ha, bo'pti" dedim. Shu 10 kun, 12 kun kuta olmadim-da Og'riq kuchayib chunki ketdi. umuman kechasi men yo'lab chiqdim-da. Keyin o'g'lim vozillab surishtirib, mana shu hali rais degan bolalar qo'shnimiz ekan. Raisiga qo'shnilar, Oybek aka ustozim. Shu bola men gaplashsam, mana yerda aytibdi, shu Oybek akaga degan ekan. Shu yerga keldik. Oybekjonga o'zingizlar kirib ko'rib chiqdinglarmi mana? Albatta, kirib ko'rib. Tohirjon tavsiya qildi. Mana rahmat, Tohirjon ham 3 kun nervlarga ukol qilib, hila bo'shashib qo'ygan ekan. 3 kun opa dedi, shu 3 kun olganingiz yaxshi bo'ldi, operatsiyaga ham dedi, foydasi bor. Juda yaxshi bo'ldi. Deb Tohirjonni maslahati bilan mana sizlar o'zingizlar o'tib ko'rdinglar. Holatingizni ko'rib, operatsiya tavsiya qildik. Ha, operatsiya tavsiya qildinglar. Men qo'rqib yurardim, endi yoshim ham 66 ga kirib qoldi. Hojona operatsiyadan juda ko'pchilik qo'rqadi. Qo'rqib oxiri yotib qolganda keladi. Sizda ham shunaqa holat kuzatildi. Shunaqa bo'ldi. Hojona, sizga o'xshagan bemorlar juda ko'p. Sarson bo'lib yurgan bemorlar bor, pulini sarflab yurgan bemorlar bor. U yoqqa boradi, bu yoqqa boradi, og'riq qolmaydi. Shunday bemorlarga qanaqa tavsiyalaringiz bor? Nima tavsiya berasiz? Aytyapman-ku, hurmatli masha, ayniqsa diskriza bo'lgan, yoshi o'tgan ayollar, sizlardan iltimos, massaj qildirmanglar. Mash xolis klinikasiga kelinglar. Bu diskriza bo'lgan ekan, albatta nerv qisilar ekan.
nervlarni ukol bilan ochishar ekan. Shundan keyin disk reji o'ta katta bo'lib ketsa, baribir massajda ham, ukolda ham foydasi yo'q ekan. Avvalambor yosh o'tgandan keyin o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak ekan. Og'ir yuk ko'tarmaymiz ekan. Qaltis harakat qilmaymiz ekan. Ashim bilan yaxshi bo'lib yuramiz ekan. Mana endi hozir bemalol yuradigan bo'lib qoldim. 3 oy dard tortdim men. 3 oy dard tortdingiz. 3 oy. Bir kunda yaxshi bo'ldi operatsiyadan Ammo keyin. yanvardan beri banisa yurdim. Hozonada bugun operatsiyadan 3-sutka. Hozonada malinvaziv usulda operatsiya qilganmiz. Ya'ni kichkina kesma bo'ladi. Jarohat va tiklanishlar juda tez bo'ladi. Hozonam 2 oy egilmay, og'ir ko'tarmay rejim qilib tursa bo'ldi. Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Hozona xursandmisiz bizdan? Xursandman. Yaxshimi holat? Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Mana shunaqa og'ir disk rejasi ko'p og'rib, oyoqlarini bosolmay qo'ygan bemorlar mana shu Xolis klinikasiga kelinglar, mana shu Oybejonga uchranglar, mana shu o'g'illarimga uchranglar. Sizlarga yaxshi tavsiyalar berishadi. Endi operatsiya qildirib yuboringlar birdaniga deyolmayman. Bo'ladigan darajasi bo'lsa oldirish kerak ekan. Albatta. Operatsiyani ham o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor. Agar disk churrasi katta bo'ladigan bo'lsa, biz bemorlarga operatsiya tavsiya qilamiz. Agar disk churrasi kichikroq, dori-darmon bilan tuzaladigan bo'lsa, biz bularga operatsiya tavsiya qilmaymiz, balki dori-darmonlar bilan lecheniya qiling deb ruxsat beramiz. 2, 3, 4 bo'lsa, ularni davolab turib bo'lar ekan. Keyin yuk ko'tarmasdan o'zingiz ehtiyot. Lekin 6, 7 dan o'tib ketganlarni albatta unisi qiyin ekan. Nerv qisilib qoladi. Bu bemorlar qiynaladi. Shunaqa ekan. Hozona, sizga ham rahmat, sog' bo'ling, Sizlarga ham salomat rahmat. bo'ling. Alloh hammalardan rozi Uyga yaxshi bo'lsin. yetib oling, rejimlarni yaxshi Sizlar ham o'sha bemorlarman charchamanglar. rahmat. Qo'linglar yengil bo'lsin, bolam. Sizga baraka bersin. Ishlari ilgari bo'lsin, yuzlari yorug' bo'lsin. El xizmatida charchamasin. Mana shunday bizga o'xshagan bemorlarning dardlariga shifo bo'lsin. Yo Rabbim, yo Rabbim, yo Rabbim. O'zing mana shularni ham davosi yo'q dardlardan, insof omadlardan, kutilmagan ofatdan, sababsiz tuhmatdan o'zing panohingda asragin. Yomon gumondan, soxta iymondan, foydasi tegmaydigan ilmdan o'zing uzoqlashtirgin. Allohim, mana shu elda xizmatini qil, umuman charchamanglar. Bolalaringlarni orzu-havaslarini ko'ringlar. Allohim, sizlarga bizni shunday nimalarni ishonib mana shu bemorlar kelyapti sizlardan. Umid qilib kelyapti, noumid ketmasin. Sizlar ham xursand bo'lib, mana shunday bemorlarni davolab yuraveringlar. Allohim hammalardan rozi bo'lsin. Parvardigoring